Bu Vermork, Germaniya natsistlari bosib olgan Norvegiya tog'larining chuqurdan-chuqur o'rmonlarida joylashgan zavod. Bir qarashda u oddiy sanoat korxonasidek tuyuladi, ammo ko'rinishlar aldamchi bo'lishi mumkin. Chunki bu zavod oddiy emas edi. Uning podvalida dunyodagi yagona yirik miqyosdagi og'ir suv ishlab chiqarilar edi. Bu esa Gitlerning atom bombasini yakunlashi uchun kerak bo'lgan so'nggi tarkibiy qism bo'lgan. Bu inshootni yo'q qilish uchun ittifoqchi askarlardan tashkil topgan kichik guruh yuboriladi. Bu topshiriq ularning hayotiga zomin bo'lish ehtimoli juda yuqori edi. Germaniyaliklar esa zavod atrofida 300 nafar qurollangan soqchi joylashtirgandi. Atrofdagi hududlar minalar bilan qoplangan. Zavodning o'zi esa tik toq yonbag'rida qurilgan bo'lib, unga faqat qattiq qo'riqlanadigan ko'prik orqali kirish mumkin edi. Har jihatdan bu zavod haqiqiy qal'a edi. Bu hikoya Winston Churchill tomonidan Ikkinchi jahon urushining eng muhim sabotaj reydi deb atalgan voqeaning hikoyasidir. Ammo bu operatsiya reja bo'yicha ketmagan edi. Bu Gunnerside operatsiyasi, ya'ni dunyoni qutqarish uchun o'tkazilgan maxfiy missiyaning hikoyasi. Gunnerside operatsiyasi. 1940-yil aprel oyida Germaniya Norvegiyani bosib oladi. Deyarli hech qanday qarshiliklarsiz mamlakat atigi 2 oy ichida to'liq ishg'ol qilindi. Ishg'olning asosiy strategik sabablaridan biri Atlantika devorini barpo etish edi. Bu Yevropaning g'arbiy sohilida natsistlar tomonidan qurilgan ulkan mudofaa tarmog'i bo'lib, Britaniyadan ehtimoliy ittifoqchilar hujumini to'xtatish uchun mo'ljallangandi. Nemislar shuningdek Norvegiyaning tabiiy boyliklaridan, yog'och va baliqdan foydalanish imkoniyatini ham qo'ldan boy bermadilar. Ammo bu mamlakat yana bir yashirin boylikni o'z bag'rida saqlardi. U urush taqdirini hal qilish mumkin edi. Berlin shahrida nemis fiziki Werner Heisenberg yadro bombasini ustida tadqiqot olib borayotgan edi. U butun bir shaharni, masalan London hajmidagi shaharni yo'q qiladigan qurol yaratish mumkinligiga ishonardi. Bu g'oya Wehrmachtni hayratga soldi. Ular ananas kattaligidagi bomba haqidagi va'daga ishondilar. Yadro bo'linishida og'ir suv moderator sifatida xizmat qilishi mumkin edi. Moderator neytronlarni sekinlashtirardi. Bu esa zanjirli reaksiya davom etishi uchun juda muhim. Ammo nega nemislar amerikaliklar kabi grafitdan foydalanmaganini bilasizmi? Buni sababi oddiy. Ular toza grafit ishlatish kerakligini shunchaki bilmasdilar. Norvegiya ishg'ol qilingandan 1 oydan so'ng nemislar og'ir suv ishlab chiqarish keskin oshirdilar. Bu esa Britaniyada jiddiy xavotir uyg'otdi. Ular nemislar atom bomba yaratishiga yaqinlashayotganidan qo'rqishdi. Ishlab chiqarishni to'xtatish zarur edi. Dastlab zavod havodan bombardimon qilinishi rejalashtirilgan edi, ammo bu juda xavfli deb topildi. Zavod tog'lar orasida joylashganligi sababli tunda uni aniqlash mushkul edi. Bombardimon esa yaqin atrofdagi tinch aholini ko'plab qurbon bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin edi. Bundan tashqari, nemislar vodiyning ikki tomoniga past uchuvchi samolyotlarni urib tashlash uchun 3 ta qalin kabel tortib qo'ygan edi. Agar bomba bevosita zavodga tegsa ham, bu kifoya qilmasdi, chunki og'ir suv ishlab chiqarish joyi podvalda qalin beton qoplama ostida joylashgan edi. Shu bois eng yaxshi yo'l planer, ya'ni glider orqali qo'nish va reyd o'tkazish deb qaror qilindi. Biroq zavod atrofidagi tik tog'lar bunga to'sqinlik qilardi. Nihoyat Mujostvaten tog'ining yaqinida mos qo'nish joyi topildi. Shu yerdan sabotajchilar Vermork sari yo'lga chiqishlari kerak edi. Ammo geografiya ularga qarshi edi. Zavod chuqur daraning tik yonbag'rida joylashgan edi. Yagona yo'l tor osma ko'prik orqali o'tardi. U esa doimiy ravishda qo'riqlanardi. Britaniyaliklar maxfiy tarzda Operation Freshman deb nomlangan reydni tayyorlashdi. 34 sabotajchi 2 ta yog'och horse gliderda 2 ta Halifax samolyoti tomonidan tortib uchirildi. Ammo bu reydni amalga oshirishdan oldin Operation Grouse, ya'ni Grouse operatsiyasi deb nomlangan boshqa guruh
maxsus tanlangan norvegiyalik askarlar oldindan yuborildi. Ular qo'nish joyini tayyorlab, sabotajchilarni zavodga yetaklashlari kerak edi. Graus a'zolarining barchasi mahalliy odamlar edi. Ular zavod atrofidagi tog'larni yaxshi bilishardi. Ba'zilari ilgari Gestapo tomonidan qo'lga olinib, keyin qochishga muvaffaq bo'lgan edi. Ularning mashg'ulotlari 1942-yili oktyabr boshida boshlanadi va nihoyatda mashaqqatli edi. Maqsad nafaqat ularning jismoniy va ruhiy tayyorgarliklarini sinovdan o'tkazish bo'lgan va balkim qattiq Norvegiya qish sharoitlariga chiday olmaganlarni ajratib olish edi. Ular zavodning sxemasi bilan tanishib, eng samarali portlovchi joylarni o'rganishdi. 18-oktyabr kuni Graus jamoasi Hardangervidde platosiga parashyut bilan tushirildi. Ammo yomon ob-havo ularni rejalashtirgan joydan ancha g'arbga olib ketadi. Ular og'ir yuk bilan 80 kilometrdan ortiq tog'lar orasidan chang'ida yurib o'tishga majbur bo'lishdi. Nihoyat rejalashtirilgan qo'nish joyi yaqindagi kichik kulbada panoh topishdi va yordamni kutishdi. Bir oy o'tib Operation Freshman Shotlandiyadan boshlandi. Har bir askarga esa mabodo asirga tushsa, o'zini o'ldirish uchun sianid kapsulasi berildi. Biroq Norvegiyada Graus guruhi bir necha soat kutdi. Hech kim kelmadi. Ob-havo dahshatli edi. Qalin bulutlar va kuchli shamollar tufayli birinchi glayder tog'i urilib portladi. Ikkinchi glayder esa parvoz chog'ida trosdan uzilib ketdi va halokatga uchradi. 27 kishi halok bo'ldi. 14 nafar esa Gestapo tomonidan topilib, keyinchalik o'ldirildi. Operation Freshman butunlay muvaffaqiyatsizlikka uchragan edi. Maxfiylik sabab askarlarning oilalariga faqat ular bedarak yo'qoldi degan xabar berilgandi. Bu paytda Graus jamoasi hali ham tog'larda. Havo Selsiy bo'yicha -30 daraja. Oziq-ovqat esa tugay deb qolgan. Ular yolg'iz, yordam esa kelmayotgandi. Barcha glayderlarda maxfiy hujjatlari yo'q qilingan deb o'ylashgan bir payt, ikkinchi glayderdan bitta xarita topib olinadi. Germaniyaliklar uni qo'lga kiritib, nishonni aniqlashadi. Bu Vemork zavodi edi. Shu zahoti nemislar qo'riqlashni yanada kuchaytirdilar. Endi yangi guruh kerak edi. Bu yangi jamoa Gunnerside kod nomini oldi. Ularning barchasi tajribali norvegiyalik parashyutchilar va qarshilik harakatining jangchilari edi. Ular Britaniyada maxsus tayyorgarlikdan o'tgan. Trening davomida ular mustaqil yashash, oziq-ovqat topish, qurol ta'mirlash, qattiq sovuqda yashashni o'rgandilar. Yangi guruh avvalgi reydning muvaffaqiyatsizligini bilardi va nemislar yangi kuchliroq hujumga tayyorlanayotganligini tushunardi. Shu sabab Graus jamoasi 3 oy davomida tog'larda yashirincha omon qolishga majbur bo'ldi. Kunduzi ular uyg'onadi, ammo soat 4:00 da allaqachon qorong'u tushadi. Vaqt o'tgani sayin kuchlari qolmay boradi, ammo bir kun omad kelib qoldi. 23-dekabr kuni Paulson ovga chiqib, bug'lar suruvini ko'rdi. U otadi. Suruv qochadi. U yana otadi. Lekin hayvonlar qulamaydi. Qor izidan yurib, u qonni ko'radi. Biroz yurib, yiqilgan bug'uni topadi. U bug'uni issiq qonidan bir piyola ichadi va 20 kilogramm go'shtni orqasiga ortib, kulbaga qaytadi. Shundan so'ng ular bir muvaffaqiyatli ov qilishadi va nihoyat xabar keladi. Gunnerside yo'lga chiqdi. 1943-yilning 17-fevral kuni Gunnerside guruhi Skraiken ko'li yaqinida parashyut bilan tushdi. Ular yo'qolib qolishadi, ammo kichik ovchilar kulbasini topishadi. Ichkarida xarita bor edi. Bitta joy barmoq izlaridan xiralashgan. Demak, avvalgi mehmonlar aynan shu joyni ko'rsatishgan. 10 kun o'tib, ikki guruh nihoyat uchrashadi va missiya boshlanadi. Graus a'zolari ko'prikni chetlab o'tuvchi yo'lni topishadi. Bu yo'l juda xavfli edi. Qorli, jarlik bo'ylab pastga tushish kerak edi, ammo boshqa yo'l yo'q edi. Tunda qorong'ulikda ular daraga tushishdi. Muzlangan daryodan emaklab o'tishdi. So'ngra tik qoya bo'ylab yuqoriga chiqishdi. Zavod orqa tomoniga yetib borishdi. Panjaralarni kesib, hovliga kirishdi. Ular kirish eshigiga yaqinlashishdi. U yerda nemis kazarmasi joylashgan. Askarlar esa atigi bir necha metr narida edi. Ular devorga yopishib, derazalar yonidan jim o'tib o'tishdi. Nihoyat ular asosiy eshik oldida. Eshik qulflangan. Lekin ular yaqin atrofda podvalga olib boruvchi ventilyatsiya teshigi borligini bilishardi. Ichkarida yo'laklar bo'sh edi. Ular jim harakatlanishdi. Uni ustiga joylashuvni yodlab olishgandi. Shu zahoti to'satdan tashqaridan nemis tili eshitildi.
Shunda ular to'xtaydi, ammo tovush uzoqlashdi. Nihoyat ular og'ir suv elektroliz kameralari joylashgan joyga yetishdi. Ularni maqsaddan ajratib turgan yagona narsa po'lat eshik edi. Ular uni ochdi va ichkariga kirishdi. Kutilmaganda hech qanday qarshilikka duch kelishmadi. Faqat norvegiyalik qorovul bor edi. U yordam berishga ham tayyor edi. Ular portlovchi moddalarning o'lchovini aniq belgilab, ularni joylashtirishdi. Bu portlash zavodni butunlay yo'q qilishi, lekin atrofga signal bermasligi kerak edi. Fyuzni yoqishdan oldin qorovul ulardan iltimos qildi. Iltimos, ko'zoynagimni topib bera olasizmi? Urush paytida yangisini topish yo'q deb. Ular qorovulga yordam berishdi. Ko'zoynak topildi va fyuz yoqildi. Ketishdan oldin ular Thompson avtomatini qoldirishdi. Bu mahalliy norvegiyaliklarga qasos qilinmasligi uchun britancha operatsiya ekanini bildiruvchi ishora edi. Reyd muvaffaqiyatli o'tadi. 500 kilogramm og'ir suv va asosiy elektroliz uskunalari yo'q qilindi. 3000 nemis askari esa qidiruvga yuborildi. Biroq sabotajchilar birortasi ham halok bo'lmadi. Nemislar keyinchalik zavodni tiklab, yana ishlab chiqarishni boshlaydi. 1943-yil noyabr oyida ittifoqchilar 160 ta B-17 bombardimonchi samolyoti bilan hujum uyushtirishdi. Ammo qalin beton pol sababli zavodga zarar kam yetdi. Afsuski, 21 nafar norvegiyalik tinch aholi halok bo'ldi. Shundan keyingi reydlar ham ishlab chiqarishni to'liq to'xtata olmadi, lekin nemis yadro dasturi endi tuzalmas darajada orqada qolgandi. Ular urush tugaguncha atom bombasini yasay olishmadi. Vermortdagi reyd nemislarga qancha vaqt yo'qotganini tarixchilar hanuz bahslashadi. Ammo sabotajchilar ehtimol Londonga atom halokatidan qutulish uchun yetarlicha vaqt yutib berishgan edi. Bu esa insoniyat tarixidagi eng muhim jasorat namoyishlaridan biri bo'ldi, deydi britaniyaliklar. Bu hikoyani eshitarkanmiz, Ikkinchi jahon urushidagi puxta tuzilgan reja yuzaki va keng miqyosda belgilangan himoyani bosib o'tishi mumkin. Gitlerning yerni tozalash rejalariga keladigan bo'lsak, atom bombasi uni qo'liga tushmaganligi bir tomondan barchamiz uchun ma'quldek.